Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Birodarim so'radilar, teskari yotib uxlashlikni hukmi nima? Ya'ni maqsadlari qorinda uxlashlikning hukmi qanday bo'ladi degan maqsadda savol berdilar. Shariatimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga hamma yaxshilikni ko'rsatib ketganlar va hamma yomonlikdan ogohlantirib ketganlar. Shariatimizda qorinda uxlashlik, orqani osmonga qilib qorinda uxlashlik qaytarilgan ishlardan. Bu haqida bir necha hadislar bor. Imom Ahmad va Termiziy va Abu Dovud va boshqalar rivoyat o'zini sunan kitoblarida rivoyat qilgan hadisda va sahih hadisda, uzun bir hadisda Yaish ibn Tefha al-G'ifari o'zini otasidan rivoyat qilib aytadilarki, uzun hadisni biz faqat kerak joyini olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bir xonaga kirganlarida meni qorinda uxlab yotganliklarimni ko'rdilarda, oyoqlari bilan bir ittarib turib, oyoqlari bilan turtib turib, mana bu yotishlikda yotmagin, chunki Alloh taolo mana bu yotishlikni yomon ko'radi yoki boshqa rivoyatda mana shu yotishlikka g'azabi keladi. Va yana 3-rivoyatda mana bu jahannam ahlining yotishidir deb aytganlar. Shuning uchun mana bunday qorinda uxlashlik ba'zi o'rinda Allohning g'azabi keltiradigan degan hadis bor, ba'zi o'rinlarda bu jahannam ahlining yotishligi degan sahih hadislar bor. Shuning uchun qorinda yotishlik shariatimizda joiz emas. Vallohu a'lam.